Akalar, faqat sizlar uchun Ramazon oyini munosabati bilan to'rala tikoyimizni ham 2800 dollardan o'tib beramiz akalar. Bitta ko'rsatib boraman, yoqqanini kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bu tikoyimiz ila 2000, kraskalari ozmoz bor, lekin suvagi butun, strashniy kaltayib, avariya bo'lmagan mashina akalar. Motor hadoviy korobkalari zo'r, umuman ishi yo'q, avtorasxodi yo'q. Narxi 2800 dollar o'tib beriladi. Telefon nomeri yozib qoldiraman. Keyingi tikoyimiz 2000-yil, ozmoz o'ngan joylariga kraska sepilgan, lekin aytganimdek udari yo'q. Bu mashinamizda ham motorlari zo'r ekan. Umuman avtorasxodlari yo'q, xudo xolasa. Minishga tayyor. Bu tikoyimiz ham narxi 2800 dollar. Nomer yozib qoldiraman akalar. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Keyingi tikoyimiz 2002-yil, sakadiskalargacha qo'yib qo'yilgan akalar. Bitta kapota kraskasi bor. Motor hadovoylariga gap so'z yo'q. Zo'r holatda motorlari. Bu tikoyimiz ham narxini 2800 dollarga tushirganmiz akalar. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Keyingi tikoyimiz, bu tikoyimiz ham yili 2002. 20-30% kraskasi bor, lekin udari yo'q. Ichiga o'tmagan, yengil ustiga sepilgan akalar. Xudo xohlasa to'ralasidan qaysi biri ma'qul kelsa akalar, bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Hozirda Andijon bozorida turibdi. Bu mashinamiz ham motorlari zo'r holatda akalar. Umuman avtorasxod qilmaydi. Bu tikoyimiz ham narxi 2800 dollar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketinglar aka. E'tiboringlar uchun rahmat.